Buxoro gavhari, Minora-i Kalon sirlari. Buxoro osmonida ko'tarilgan Minora-i Kalon nafaqat masjid, balki asrlar sadosi. Bu mo'jiza qanday yaratilgan? Minora-i Kalon 1127 yilda Qoraxoniylar davrida qurilgan. Uning balandligi 47 metr, poydevori esa 9 metr chuqurlikda. Tasavvur qiling, bu qadar ulkan inshoot qanday qilib asrlar davomida saqlanib qolgan? Minoraning gishtlari shunday mahorat bilan terilganki, ular turli xil geometrik naqshlarni hosil qiladi. Har bir naqsh o'ziga xos ma'noga ega. Bu nafaqat minora, balki o'ziga xos san'at asari. Minora-i Kalon haqida ko'plab afsonalar mavjud. Ulardan biriga ko'ra, minora shahar aholisini dushmanlardan himoya qilish uchun qurilgan. Boshqa bir rivoyatda esa minora qurilishida ishlatilgan gishtlar sehrli kuchga ega ekanligi aytiladi. Buxoroga kelib, Minora-i Kalonni o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Bu nafaqat tarixiy obida, balki o'tmishga sayohat qilish imkoniyatidir. Buxoro sizni o'zining go'zalligi va sirlari bilan hayratga soladi. Buxoro haqida ko'proq bilishni xohlaysizmi? Kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringiz bilan ulashing va Buxoroga sayohat qilishni rejalashtiring. Sizni qiziqarli ma'lumotlar va unutilmas taassurotlar kutmoqda.